Manga qara, jon bolam. Turib hammaga o'xshab ishlasang bo'lmaydimi? Men qiynalib ketdim shuncha bola. Xotining o'ldi, yo uylan, yo ishga kirgan, jon bolam. O'zim o'rgilib ketdi, unaqa qilmagin. Men kim tegadi? 6 ta bola bilan qiza gapirasiz. Voy, qancha tug'maganlar bor bilasanmi? Qancha yetgan tirnoqqa zorlar bor. Yoshimni qarang, nechaga kirdim men. Voy. 6 ta bolam bo'lsa, yaqinda bolalarimni bo'yiga yetgan, uylantirishim kerak, yerga berishim kerak. Yoningda turadi o'sha ayoling tirgovich bo'lib, bolam, men ishlasaga yaramayman, men ham kasalman bo'lsam, jon bolam, shunaqa qilmagin. Jonga tegdizda shu uylandim. Men manmi bekorchi? Bir dam olgani ham qo'ymaysiz. Men manzarani qarasangizchi, dam olib choy ichib o'tirgani ham qo'ymaysiz. Shu o'zgir manzaraga qancha yil qaraysan? Ayt, necha oy qaraysan? Bosh qiladigan ishim bo'lmaganda qarayman-da, onajon, nima qilishim kerak? Ayting. Ish qilishing kerak. Nima ish qilay? Juvonni ko'r, ayolni ko'r, uylan, bolalarga ona kerak. Tegmaydi menga ishga. Tegadi. 6 ta bolam bilan kim tegadi menga? Tegadigan top. Hali xotinim o'lganiga 1 yil bo'ldi. Voy, meni senga yo'q, bebosh bo'lib ketadi bu bolalar. Men evlolmayman bularingni. Siz o'ydasiz-ku, qarasangiz bo'ladi-ku. Sen qayerdasan? Go'rdamisan? Kuni bilan ko'chadasan. Xo'p, ko'chada men ham siqilganman, ko'chada yuraman. Nima qilishim kerak? Men siqilmaymanmi? Men siqilmaymanmi? Sizga anu bo'ladi-yu, hamroh bo'ladi-yu, birga yursangiz shular. Qaysi biri hamroh bo'ladi? Hammasi ham qayoqqa tortadi. Siz qilib, maza qilib o'tirmaysizmi? Ishni ham kuydirdingiz-da odamni. O'g'inglikni qilarkan-da. Yetkazib bo'lmayapti bolalaringga. Ayni yeyman, ichaman. Bolalar nasibasi bilan bergan. Vohma qilmang. Bolalar nasibasi yo'q, bu yerga hamma narsa meniki. Mehr bering, o'g'inglingizni ko'rsatavering. Qolmadi. Mehr qolmadi. Otam shuncha bolalarini tashlab ketdi sizga. Uylarni tashlab ketdi. Endi mehr qolmadi o'zi. Dachi ham meniki, hammasi men nomimga yozib qo'yganlar. Assalomu alaykum. Yurgansan ko'chada deydi, otangga ham qaramasdan. Men qaradim. Chiqib ket, uylar hammasi men nomimda. Tushundingmi? Chiqib ket, bo'shat uyni. Chirib qo'y. Men sudga beraman, majburman. Beraver. Bir qo'lingdan kelgandaqa. Osmon qo'lingda bo'lsa tashlab. O'ylab o'tiribsiz-ku barib qo'sh. Vaqasida bo'ladi. Men majbur emasman. Men o'g'lingizga borarkansiz, esiz otam. Shaq ketmayman, sudga beraman kerak. Endi bildim. Nega bizni uyga sig'dirmayotganlarini. Buvimiz farzandlar qarasangiz nima joyingiz kamayib qoladimi? Bu meni muammoyim. Men hech kimga, hech narsaga majbur emasman. Otangga qaradim, alkash bo'lib ichib yurganingda yotib oldida qimirlamay 24 soat 7 kun o'tirdim. Kelepsa bolalarga ham qarash, tushundingizmi? Qaramayman. Qaraysiz. Qaramayman. Yo'qol. Dab bo'l, chiqib ket. Hech narsada haqqing yo'q bu yerda. Menga jahl qiladi. O'zingdan qo'lingga ko'raman. Xudojon, nega sen oyimni bunchalik erta olib ketding? Qaysi gunohlarimiz uchun? Dadajon, Xudo xohlasa singillarimni ham, sizni ham o'zim oyoqqa turg'izaman.
turishini qara bularni, yetim bachchalar. Hech kimga kerak emas mendan boshqa. Ey! Tashlandiqlar, bu yoqqa kel. Hamma bu yoqqa kel. Nima turibsanlar o'tda? Bekor xo'jalar. O'tda nima qilga? Dik turishapti. O'lini sipa, sen qazonlarni ol. Sen arqaga yo'q, mana kafilan ustini, sement ustini, tushundingmi? Daraxtgacha. Qishlarim, o'zim qishlarim. Ko'rdilaringmi, bekorga boqmayman. Shular ham meni qo'ynimni olyapti. Yoqish uchun o'ldirib yubormasligim. Senlar nima qilyapsanlar? Sen kafega bor, guruchlik qil, tushundingmi? Ishla. Sen pasuda mo'ykalik qil. Tushuntiradimmi? Sen uylarni tozala, sen ovqat qil. Sen borib non olib kel ro'zg'orga. Hur borlaring. Buvijon, bu nima deganingiz? Men singillarim bilan qatga chiqaman. Oysha xolayga chiqasan, suzilmay qol, ishlaysan. Non olib kelasan. Oting avkash ishlamayapti, onang o'lib ketdi. Men qarigan chog'imda piytamga sallanib boqib o'tiribman. Rahmat dilaring. Ertaga yolg'iz qolishingizdan qo'rqmaysizmi? Qo'rqmayman. Salladan qo'rqaman. Baribir o'tiga qo'ygansizda. Ajab bu. Bor yo'qqa. Aytgandiqa. Nima deganingiz bu? Nima deganim? Ishla deganim. Non olib kel deganim. Sen rahmdil bo'lsangiz bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Senlar mana shunaqa qildilaring. Va'dalarni berib doday uylandi. Mana o'lib ketdi. Pesar yetkazib bo'lmayapti ishlalaring. Yetkazib olmayapman. Bu hal yolg'iz qolib ketasiz. Uyingiz ham kerak emas, boshqangiz ham kerak emas. Ketamiz biz. Senlar ham menga kerak emaslar. Yo'qollaring. Bor ishla. Bo'lmasa yo'qolib ket hammang. Uysiz qolib ketasiz. Voy charchatuvording. Yo'qollaring, ketlaring, jonimga tegdilaring. Bu dodammi uyi? Oyimdan qo'ying. Dodang o'ldi, oying o'ldi. Men borman. Nima gaping bor? Biz qayerga ketamiz? Oysha xolayga ketasan. Gap bo'lasan bu yerdan. Biz voyaga yetmaganmiz. Kim bizani ishga oladi? Biz ko'chada qolib ketamiz-ku. Senlarni muammoying u. Men boqyapman-ku. Men boqyapman, nima majbur emasman. Bu senlarni menga rahmatlaringmi hali? Bu uy menga ham tegishli. Menga ham tegishli, oqliga ham tegishli. Bu uy oyimdan qolgan, dodamizdan qolgan. Sizning haqqingiz yo'q, bizning ham haqqimiz bor bu Biz uyga. ketmaymiz hech qayerga. Hamma narsa meni nomimda. Yetim bachchalar, yo'qollaring masalani Biz boq. yetim bachcha emasmiz. Sag'irsan, hech kimga keraging yo'q. Bu uy bizniki. Onangni ham o'ldirib oldilaring, dodangni ham. Yo'qollaring hammang. Yo'q, qarang qanaqadir janjal bo'lyapti. Qani yurlaringchi. Oyi, nima qilganingiz bu? Nima bo'lyapti? Yetim bachchalar yo'qol. Tur ketdi. Oyi, nima qilyapsiz? Nima bo'lyapti? Jonimga tegdilaring. Nima bo'lyapti? Ketganimiz bo'lsin. Yo'qole. Yo'qol chiqib ket. Nima bo'lyapti? To'xtanglar, qani? To'xtanglar. Yo'q. Va alaykum Qaytib assalom. kelamiz. Oyi, nima bo'lyapti? Nima deydi? Hamma keldimi? Assalomu alaykum, oyi. Yaxshimisiz? Yomonman. Nima bo'ldi, oyi? Oyi, nima qilganingiz bu? Mahalla ko'y hamma yoqdan eshitilib yotibdi ovozingiz. Nima bo'lyapti o'zi? Yoshi halol bo'lsa ko'chada egin degan. Hammasi halol. Bu tarbiyalarni men boqib o'tiribman, bildingmi sag'irlarni? Pensiyamga boqyapman, yemay, ichmay. Qo'ying, oyijon. Yaxshi bo'lib ketadi. Nima sen bularni doim yonini olaverasan? O'sha odamga o'yin joying boshqa bo'lsa. Ha, uyla bor, qayda borsam bolangga beraman, men bolangga beraman. Yo'q, oyijon, bolalarni o'ziga bersin. Bekorga churlamayotganim yo'q, seni bolalaringni o'ylayapman men. Oyijon, menga birovni haqqi kerak emas, mayli. Ha, ertaga shunday kerak bo'ladiki, uysiz qolganing. Yo'q, qo'ying oyijon. Bizning uyimiz bor. Yaxshi yashayotgan bo'lsam, nima qilasiz? Qo'ying oyijon. Ular Qarasan, ko'pan bularni yonini olavermagin, tushundingmi? Men seni g'amingni yeyapman. O'ligimga orqalab ketdingmi shuncha narsani men? oyijon, bunaqa qilmang. Yolg'iz qolib ketasiz siz. Qolmayman. Yolg'iz qolasiz. Oyijon, Tog'ayim bunaqa bor, qilmang. odam topilar, hali og'izlarim bor. Shu oqishlaringiz nima qiladi, oyijon? Bilasizmi, yaxshi ko'raman, jonimda ortiq ko'raman bularni men. Xo'p. Yo'q meni jonlarim. Oyijon, meni eshiting. Ne? Tog'amda o'zini oilasi bo'lsa, shu nevaralar ertaga sizni yotib qolmang, yotib qolsangiz qaraydigan shular-ku, oyijon. Nimaga qo'rqmaysiz? Hozir qaramayapti-yu, o'shanda qaradim. Qaramaydi Onasi bilaman. yo'q bo'lsa, bularga yaxshi gap, mehr kerak, oyijon. Nega tushunmaysiz? Men seni jonim kuydirmanman bunlaring. Yo'q, bolalarimda Xudoga shukr erim bo'lsa, yaxshi yashayotgan bo'lsam, o'zi qaraydi, oyoqqa turg'izadi. Eri yaxshi topmaydi davlat ishida. Mayli, oyijon, rizqi bilan hamma bolani. Unaqa demang, oyijon. Boya qolsan ham jo'na. Mana oyijon, Kerak emas, yo'qotib ket. olib keldim. Yaxshi Mindat o'tiring. qilasan ertaga, olib ket yo'qot. Olib ket kerak emas.
Boshingda qolsin narsang ham. Yaxshi bilmaydigan qiz. Oyijon, Bola yaramas qiz. Qachon bu odam bo'ladi bilmayman. Jon kuydirayotgan men-ku senga axir. Iriga ishonch yo'q. bolalarım, sizlarning ham boshlaringga shunaqa kunlar tushmasin. Qaytib kelmaymiz bu uyga, yuringlar. Hayot go'zal. Yashash. To'ydim. Ota, qaysi? O'gay onaga tashlab ketdingiz meni. Singiljonim ketdi-ku, o'gay singlim. Nima bo'ldi? Sen yuringlar. Dard bo'ldi, yo'qol. Yo'qol sana. Yo'qol, yani yetimchalar. Nohaq urma bo'lay. Ko'ngli sinmasin. Farzand shirin, dunyo o'tar, ertang kuymasin. Tirnoqqa zorlari ko'pdir, hech zorlanmasin. Erkaligi vaqtincha, mehring so'nmasin. Yaratganning ne'mati hech o'ksinmasin. Farishtadek ma'sum begunoh, mehr bering ularga qaynoq. Ularsiz biz yashaymiz qandoq? Bolangizni urmang odamlar. Ularsiz biz yashaymiz qandoq? Bolangizni urmang odamlar. Dunyolari bo'lsin rang-rang, erkangizni ko'ngliga qarang. Erkatoyim jonim deb atang. Bolangizni urmang odamlar. Ko'zlarimni nur deb atang. Bolangizni urmang odamlar. Gavhari egilmasdan o'ssin bo'ylari. Xudoyimning kelmasin qahri. Bolangizni urmang odamlar. Xudoyimning kelmasin qahri. Bolangizni urmang odamlar. Nazik biyazar, ko'zlarida kuladi bahor. Kimdir ular tirnog'iga zor. Bolangizni urmang odamlar. Siz bormisiz-ku?
qo'llaring. Aka, o'zingizni qo'lida Xotinim o'ldi, yo'qol, hamma yo'qol, o'gayvachchalar. boshqa bizni ko'rmaysiz buni. Bir kun kelib uvoli tutgay bolangizni urmang odamlar. Otajon, o'gay onani qo'liga tashlab ketdingiz. Ey Allohim, o'zing kuch ber, o'zing yo'l ko'rsat, Allohim. Bolangizni urmang odamlar. Bolangizni urmang odamlar. Bolangizni urmang odamlar. Aka men. Yo'q, olmayman. Bu ko'rib qolsalar ushadilar. Yo'ringlar. Yo'q. Champilar. Uyga qaytinglar, iltimos. Qaytmaymiz. Men ham qaytmayman, bular ham qaytmaydi. Bu endi uyga kirgizmasalik kerak bizani. Biz qayta olmaymiz. Qaytarganmiz. Seni baribir sug'dirmaydi ukajon. Bora qolsan uyga bu jon ko'rib qolmasinlar. Ushadilar. Yaxshilarmi? Yo'q, kasal bo'lib qoldilar. Aka, uyga qaytinglar. Qaytmaymiz, bular ham qaytmaydi, men ham qaytmayman. Bu bizani kirgizmaydilar endi. Uyda joy yo'q bizga. Sug'dirmaydilar. Moshima ketdi. Qattasini topaman. O'zim men seni topaman. Bu joyga qara, oyingga qara, bor ketin. Qaniydi ham bo'lganida. İyi, ciğerlerimi birden mi yurttu? Kim qoldirishdi sizlarni ko'chada? Buvim qoldirishdilar. Bizani haydab yubordi. Buving? Hozir borib gaplashaman o'zim. Qani mashinaga mininglar qani? Yursan bu yerda? Tog'a, buvim adam bilan bizni haydab yubordilar. Nega? Adam qayerda? Bilmayman tog'a. Bakalashga yuribsizlarmi? Boshqa nima qilaylik, boya yetmagan bo'lsa bakrashga ketib tirikchilik qilamiz. Yur, hozir buvingni oldiga boraman, o'zim gaplashaman. Tog'ajon, bizning aybimiz nima? Qiz bola boshimiz bilan bakalashga kelib yuribmiz. Hali bakalashga yuribsizlarmi? Hozir o'zim boray. Onamiz Hozir boray. Opa! Nima gap? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Ha, nima bo'lish kerak? Opa, nima qilgansiz bu? Nodirni bolalari ko'chada bakalashga terib yuribdi.
Beradi-da. Beradi. Ishlalaringni o'zim etdim. Opa, bu uy sizga tegishli emas. Kimga tegishli? Yo'q. Kimga tegishli? Nodirga qoladi bu uy. Echamdi. Uyi xat hujjati menga qilingan hammasi. Opa. Xato qilyapsiz. Sanga emas aralash, sanga emas. Opa, xato qilyapsiz. Aralashma. Men juda ham to'g'ri yo'ldaman, o'zim bilaman. Bu meni muammoyim. Nodir yurtda alkash bu. Ichadi, Xotin o'tib chekadi. ketdi. Bolalari qolgan yetim. To'g'ri aytyapsan. Uylandisam uylanmaydi, ishladisam ishlaydi. Nega men buni boqishim kerak bu insonga, bolalariga qo'shib? Nima uchun ayt? Hatto yozib qo'yilgan bu. Men shunday qilardim meni. Nodir bolalarini chirqiratmang. Yoki bo'lmasa men sizdan kechaman, opa. Menga qara, 10 tadan kechmaysanmi? Menga nima? Men seni bolalaringga qo'shdim deyapman. Kerak emas meni bolalarim. Ketdim, nima bo'ladi? Ketaver. Qachongacha masalaga yallaman? Qizimga yetdim, senga qo'shdim deb sen ketdingmi? Men o'ligimga orqalab ketmayman shuncha joylarni. Tushunmasang tushunma. Yaxshiligimni bilmagan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar qo'shimcha? Yaxshilamoq sizlarni shunday sharoitlarni qaranglar, chiroyliligini. Gap yo'q. Har tomonlama. Allaqa yengilinglar eshitmadinglarmi bodan? Voy telefon orqali men eshitib qoldim. An qo'shni Robiya, mahalladagi Robiya ayol borlar-yu, Murat aka rahmatlining ayollari. Murat aka rahmatli o'tib ketganlardan butun mol dunyoni Robiya ayol o'zlarini nomlariga rasmiylashtirib olib, o'g'il kelinlar ko'chaga haydab yuboribdilar. Qarang, qariganda ham shu ishlarni qildilar. Rahmatli o'tib ketdilar. Endi u bechoralar ko'chada qolibdi. Juda xafa bo'lib ketdim. Yuringlar. Insof bersin odamlarga. Insof bersin. Qo'tamiz, dam olamiz. Assalomu alaykum. Voy qo'shnijolar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, qanajon? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar? Sizlar nima qilyapsizlar? Adam olgani keldik biz ham. O'tiringlar, Mamma kelganimga bir haftacha bo'lib qoldi. O'zingiz yaxshimisizlar? Uychilar, pochchamgilar, nabiralar hamma. Sonlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Xo'jangiz yaxshimi? Yaxshilar. Xo'janim ham shu yerdalar. Yaxshi-da. Hatto yaxshilamayotgan o'g'atgan ekansizlar bunda. Ha, rahmat. O'tdik, ha, bilasizlar, yo'q, bizlar ham farzandimiz bo'lmayapti. Yillar davomida o'shanga bir davolangan keluvdik. Bo'lib ketar. Biz maqtashdi-da. Oxiri qo'ymay olib keldim xo'jayinimni. Yaxshisizlar. Ishdan ko'ra kech bo'lsa ham bo'lsin, Alloh bersin aqlli, xushli, sog'lom, soliha o'g'il qizlardan bersin. Rahmat, rahmat. Qo'yingizni hech ham cho'ktirmang. Sizga tushib ketadi. Rahmat. Ana qo'shnimiz bor, Robiya opani eshitdinglarmi? Juda yomon ish bo'libdi. Biz ko'p kirardim o'sha yerga. Bolalari kelinim, juda yaxshi kelin edi. O'sha kelini ham rahmat o'tib ketdi, bilasizku. 6 ta bolasi nima bo'ldi ekan? Yaxshi bo'lardi. Siz balki sizlar qarasanglar, Xudo xolasa, qo'shini sizlar o'zingizga ham beradi. Xudo beradi o'zingizga. Xo'jayinimga aytuvdim, endi birovni bolasi nima qilasan, o'zingizga bersin deb aniq qiluvdilar. Kemayapti, mayli, anta xo'jayinlari ko'chada bo'lsa, alkash bo'lib ketibdilar. Bolalar savob, katta savob. Ish bo'ladi, keyin yetimlarning boshini silasanglar, Xudo xolasa, ketma-ket sizlarga beradi Alloh. Hech ham ko'ngli cho'ktirmaylar. Juda ham katta savob ish qilasizlar. Allohim bor. Xudo xolasa beradi. Inshaalloh. Beradi. O'zingiz yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Siz ham dam olib kim bilan keldinglar? Pochchamgilar bilanmi yo o'zinglarmi? Sanatoriyaga order bilan kelib dam olyapmiz. Ha, yaxshi, mayli. Charchab ochilib ketibsizlar qaytanga. Nabiralardan dam olsalar-da. Mayli, ko'rib xursand bo'ldim. Shu yertamizda qaysi palatadasizlar? 6-palatadaman. Bular
7-chi palatada. Bo'ldi, Hozir ko'rishib bo'ldi. qolib biz ham o'tirib biza gaplashamiz. Bo'ldi, bo'lmasa xudo xolis ko'rishib qolamiz. Xursand bo'lib ketdim. Mayli, charchamanglar. Xo'p, charchamanglar. Hammasi yaxshi. Inshaalloh, mayli. Ko'rishamiz sudda ekanmiz. Mayli, rahmat. Xo'p, o'zinglar kiringlar. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Hop. Voy juda yaxshi kelin deya, juda yaxshi ayol, er xotin shunaqa turmushligi yaxshi, Allohim shular yaxshi shirin shakar farzandlar bersin. Xudo xolisi bersin. Doimo hurmat qilaman bularni. Oilasiga havas ko'z bilan qarayman. Men ham havas qilaman. Juda yaxshi. Juda yaxshi oila. Xotin bir-biriga mos. Shukrasdan quruq qo'ymay bersin Alloh. O'sha bitta chiroyli qilib duo qilaylik. Ilohim, ilohim. Esingiz keldi. Kimdir nimadir yuvardim deyman. Bono opadan-ku, shoira Bono opa, rishtonlik. Qani ko'raylikchi nima yuvaribdilar. She'r bolangizni urmang odamlar. U zo'r she'r ekan. Qani o'qib ko'raylikchi. Farishtadek ma'sum begunoh, mehr bering ularga qaynoq, ularsiz biz yashaymiz qandoq. Bolangizni urmang odamlar. Ayni mavzuda yozibdi-da o'zi ham. Zo'r she'r ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Yaxshi o'tiribsizmi dadajon? Nima gaplar? Muolajalar qalay bo'lyapti? Rahmat dadajon. Bo'ling. O'zgarish bormi har qalay? Endi kelganimizga bir hafta bo'ldi dadasi. Bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sekin bo'ladi. O'zingiz qanaqasiz? Yaxshi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Nimalar o'qib o'tiribsiz dadajon? Bir she'r o'qib qoldim-da. Juda zo'r she'r ekan. O'qib bering. Qo'ying. Yurangiz zilib ketadi, qo'y. Qo'ying dadasi. Yurangiz zilib ketadi. Dadasi. Yaxshi narsalardan gaplashaylik. Eshitdingizmi yo'q bilmayman, hali qo'shnimiz bor-ku. Murod aka rahmatli. Ayollar bo'ladi, Robiya olamdan o'tgandilar. O'sha yaqinda er-xotinlar ham olamdan o'tib qoldi-ku. Menga telefon qilishdi. Bolalar yetim bo'lib qolishibdi. 6 ta bolasi-ya? 6 ta bolasi. Siz O'shanda ko'p kirib chiqardim, esingda bo'lsa. Ular vasiyat qilib ketgandilar. Rostdanmi? Nega meni xabarim yo'q? Endi dadasi meni bu yoqqa olib kelaman deganingiz uchun indamay urushib berasiz bo'yladim. Nega urushaman? Bu savobku bu. Biz o'zimiz qarardik. Hozir kimni qo'lida bu bolalar? 6 ta bola-ya? Qo'shninikida ekan. O'shancha qo'shni telefon qiluvdilar. Dadasi, oling shu bolalar, iltimos. Yo'tmang. Albatta olamiz. Savob bo'ladi. Undan keyin Xudo beradi bizga. Rostdan. Albatta. Boringizga shukr. Dunyo turguncha turing. Bilasizmi dadajon? Siz bilan aytganman-ku, hamma narsada bir hikmat bor. Aytardimi? Uni ham bir hikmati bormikin? Mana yaxshilikka. O'zing yaxshilikni o'ynamayman. Sizlar taqdirlanaman. Ishonasizlar. Menga mani eng baxtli erim sizsiz kerak. Shuncha yillar davomida mani
hammasi yaxshi. Hafta o'tmasdan javob olib borib olaylik o'shalarni dadajon siz. Tezroq boramiz. Tezroq qilaman. Hujjatlarni tayyorlaymiz. Hammasini o'zimizga. Rahmat. 10 ta bo'lmaydimi? 6 ta ekan. 10 ta bo'lmaydi. Iloho endi dunyo turguncha tiring. To'g'ri Voy. Yurayim, ana xursand edim, nima qilishni bilmayapman dada. Ertaga o'zingiz. Hech kim befarzand bo'lmasin. Hech kim tirnoqqa zor bo'lmasin. Hamma serfarzand, sevimli. Alloh. Men unda xursandchilik telefon qilaman dadasi. Voy, rahmat. Rahmat dadasi. Xursandchiligini qarab. Ya Allohim, berganingga, ko'rsatganingga shukr. Yetkazganingga shukr. O'zingga oson ekan, o'zing chevarsan. O'zing yagonasan, o'zing buyuksan. Shuncha yillik sabrimga bir emas, birdan 6 tasini berib qo'yding, ya Alloh. O'zingga shukr olsun. Endi men ham otaman. 6 ta farzandim bor, ha? Shu bolalarni haqiqiy ota-onalarini ham oxiratlari obod bo'lsin. Lekin ularni ota-onaga zor qilib qo'ymayman. Hech qachon o'rinlarini bildirmasdan haqiqiy ota-onasidek o'zim qo'llab-quvvatlab, o'zim yordam beraman. Haqiqiy otasi bo'laman. 6 ta bolam bor, 6 ta farzandli ota. Mana endi tezroq harakatingni qil. Qani, ketdik.